Ayni damda biz Xo'jaobod mol bozoridamiz. Taniganlar bitta like bosib qo'yinglar. Bugun savdo juda sust. Narxlar tushib ketgan, ancha mollar qaytgan. Qancha baraka Valoj aka? Ha, egasi qaytyapti ekan. Aka qancha baraka bo'libdi? 13,5 millionga baraka bo'ldi, xudo xolisi. Aka qancha baraka bo'libdi? Ikkita ona bor. Qaytibdi. Bozorga tozarish ham chiqib qolibdi do'stlar, mana. Qo'chqorni 25 million deyapsiz aka. 25 deyapman, kami bor. Kami bor. 20 ga bermadinglar. Qo'shsa berib yuborardingiz aka. Qo'shsa berasizmi? Meni qo'shsa. Bu 12 million aka. Bu 12. Nomeringizni qoldira olasizmi aka? 70'li. Hop. 09 57 35. Aka yangi barakami degan ilova chiqqan. Play Marketdan yuklovsiz bo'ladi. Bemalol rasmga olib sotsiz bo'ladi tekin. Assalomu alaykum Ormi aka. Charchamayapsizmi aka? Assalomu alaykum. Qancha deyapsiz aka? Bu zot qanaqa edi? 32 deyapman. Zot qanaqa edi? Zotini bilmayman. Simental emasmi? 32 deyapsiz, bozor qancha qildi aka? 26 million. 26 million. Bunaqa mollardagi uydan chiqmasdan sotsangiz bo'ladi-da. Barakami ilovasida. Urajinda bu. Tug'magan. Tug'magan urajin. Tuqqandan keyin 1 million subsidiya ham beradi mol bolasiga. Bilasiz? Barakami ilovasini uydan chiqmasdan unda yuklab olasiz, bitta rasmga olib tashab qo'ysiz, o'zi xaridor keladi aka. Play Marketdan yuklab olasiz. Aka ikkalasiga savdo bo'lyaptimi? Nomi. Necha pulga deyapsizlar? 100 ming kam 28. 28 ming yaxshi. Zot qanaqa edi aka buni? Men aytgan zot. Zot qanaqa kim biladi, yozib yuboringlar. Shuncha odamning asabi buzilgan, chunki savdo yo'q. Bular barakam ilovasi haqida bilgan deydi, shu turishida kerak bo'lsa uyida yo'q, bitta rasmga olib sotib qo'ygan bo'lardi. Do'stlar, sizlar ham shunaqa holatga tushmaslik uchun barakam ilovasini Play Market yoki App Store dan yuklab oling va bitta klikda o'zida soting. Qaytdimi aka? Qancha baraka bo'pti aka bular? Qancha baraka bo'pti aka? 1 million kam bo'ladi. Mana do'stlar, mollar rosa qaytyapti, chunki bozor o'ta ham sust, o'ta ham past. 45 millionga baraka bo'pti. Va kattaligiga bitta baho berib qo'yasizlar, havas qilganlar bitta like bosib qo'yasizlar do'stlar. Bo'yi 1.60. Sotilmadimi aka? Sotilmadi. Qancha bo'ldi aka? Sotilmadi. Hojiga qancha bo'ldi? Qaytdimi? Agar barakam ilovasiga qo'yganda uydan chiqmasdan sotgan bo'lardi. Qancha oldi aka? 100 ming kam 43. Nechinchi bolasi ekan? Ikkinchi. Qanaqa ekan demaysiz? Leniningradda Shavkat akaga oldik molni. Gapi yo'q. Kanal aka. 7-1. 7-1. Kichkinalar 3,5 mi, kattalar 4? 3dan kami bor bular. 3dan kam. 13,5 kami bor, 4dan kami bor ekan. Sog'limi qo'shqarmi? Qo'shqor. Bitta sog'lig'imiz bor ekan. Bitta sog'liq. Bunlar qanaqa? 3 kami bor. 3 kam bor ekan. Sifatli ekan. İkkitasini 5,5 qolyapti ekan. Bozor. 5,5 ga bermadingizmi 2 tane aka?
Narx qanaqa ekan aka bularda echkilarni? Assalomu alaykum. 1,5dan kami bor a? Qayerda aka bu? Qayerdiki? Aka nomer qoldirasizmi? 93. 610. Bo'ldi. Aka bozor qalay? Yaxshimi? Olgani yaxshimi, sotganimi? Ikki ham bo'laveradi, kallasi. Bo'laveradi. Ha, yaxshi. Alloh baraka. Qancha baraka yo'l aka? 7.250. Barakasini bersin. 7.250 ga sog'liq baraka bo'pti. Yana bola sigirimiz qancha ekan aka? 48 million. Kami bor ekan. Sut qancha ekan? Suti. 6 litr suti bor. Holati yaxshi. Endi 48 deyapti, tushib berar balki. Tushadi aniq. O'tdimi unaqa yaxshi? Qayerda mol aka? Qayerda mol? Andijonda boshi oldi pasida. Kallelimmi? Kallelimmi? Munduzmi? Nomeringiz bering. Nomeringiz bering aka. Nomeringiz. 88 151. Ha. 77. Gap yo'q aka, barakasini bersin. Mana poda bo'lib qaytishyapti do'stlar. Qaytdim aka. Do'stlar, sotish oson emas-da. Buni yo'lkira qilib mashinada olib keladi. Uning ustiga sotilmasa bozordan chiqishga ham pul to'laydi, patta deb qo'yadi. Oson emas xullas. Qaytdim aka. Qaytdimi? Qaytibdi mana. Shu tepalarga reklama elamish shekilli, nima deysizlar? Chunki shuncha odam molini sota olmasdan asabiylashyapti. Shu turishida shunday rasmga olib sotib qo'ysa bo'ladigan holatda. Qaniydi tushunishganida.